Salom do'stlar, sizlar bilan Endo Panika. Bugungi videomizda shahar aylanamiz do'stlar. Xo'sh, mana hozir serverda bir kishi bor, ko'pchilik chiqib ketdi. Uje almashtirib keladi mashinasini. O'shaning uchun uje biz borib turaveramiz, ular keyinroq yetib olishadi. Obunachilar asta kirishni boshlaydi. Telegram kanaliga ID tashlab qo'ydim. Xo'sh, adashmasam mana shu yerda mashina qo'yadigan treylermi bilmadim, nomini uncha tushunmayman. Qanaqadir yaxshi joy bor edi. Hozir o'sha yoqqa boramiz do'stlar. Xo'sh, mana bu yerdan postdan o'tib ketamiz do'stlar. Xo'sh, aytgancha men CLS, ya'ni almashtirdim CLSni, xromli CLSga almashtirdim. Buni keyin polniy o'zimga o'xshatib berdi. Bamperlarini olib tashlab oldini. O'zimga eski CLSga o'xshatib qildirdim buni ham. Xo'sh. Qayerda edi? Mana shu yerlarda edi adashmasam. Bunday kiramiz. Bunday mashinalarni qo'yamiz. Ana bu yerga bir kishi kiribdi. Xo'sh. Yana bir kishi kirdi. To'g'rilaymiz. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Xo'sh, mana ikkinchi CLS ham keldi. To'g'risi men CLSda kiringlar demadim, lekin obunachilar ham normal mashinada kirishibdi. Xo'sh. Bir kishi qayerdan kelyapti mana o'sha. Xaritaga qarab kelavering. Xo'sh. Mana do'stlar, yangi CLS'im. Nomer ham o'zgardi, polni hamma narsa o'zgargan. Xo'sh, mana oldi faralar xrom. Oldiga antibilik qoplama qilingan. Xo'sh, bitta baho berib ketinglar do'stlar, mana shu CLSga. 699 rezultat bo'lgan 402 bo'yicha. Xo'sh, video olinyaptimi? Zapis yonib tez keling. Xo'sh. Bu ham CLS ekan do'stlar. Xo'sh, mana ko'raylikchi 300 HP bu. Mana shu 300 HP lar yoqadi menga nimagadir bilmayman, lekin tez yurgani uchunmi oldi kapoti qayerga uchib ketdi. Mana 223. Qani boyagi? Mana ekan. Buyoqqa turing. Tepaga qo'ying. Vd olaman. Tepada joy bor ekan, bitta joy bor ekan. Xo'sh, menimcha CLS pastda turadi. 223 ulgurdi yoki bo'lmasa nima bo'ldi? Mana ekan, ustaxonaga kelib chiqdi. Xo'sh, mana CLSga bitta baho beramiz. Qani, mashinaga baho bering. Ko'ryapman. Xo'sh. Bunday ko'rib olaylikchi qani. Mana yerda chiqish bormidi? Nar tarafdan, bu tarafdan. Nima? KS Shahriyor. K Shahriyor ekan, inglizchasimi, ruschasi.
Orqa bamper biznikidan ekan, rangi ham och yashil, ideal yaxshiroq rang ekan, bamperlari ham zo'r. Bu diskalar Apollon diskami, bilmayman nomini yozib ketinglar mana shuni kommentariyada. Xo'sh. 1695 ta ot kuchiga ega ekan. Kapot biznikidan. Brazilian bayrog'i. Bu qanaqa bayroq? Menimcha World Seal'dan kelgan bo'lishi kerak. Nega ijodi to'xtab qo'ydik? Haqiqatan ko'p e'tibor berdi, to'g'ri. E'tibor uchun ham rahmat Shahriyorga. To'g'risi proyekt qilganim yo'q. Ancha bo'ldi. Vaqt bo'lmayapti. Nastroyka qilishdan ham zerikdim. To'g'risi do'stlar, nastroyka qilib boshqa qilib bir zerikdim. O'shaning uchun mana sxodka qilib ochdim. Sizlar ham kirmoqchi bo'lsanglar, mana shunday obzor qilmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalga o'tinglar. Telegram kanal profilda do'stlar. Xo'sh, bu o'zimni sevlaysam, hamma videozni ko'raman. Rahmat Abdushi Shahriyorga. Xo'sh, bu brat chiqib ketdimi, nima bo'ldi? Ikki kishi qoldi. Qolganlar ham kelsin. Zo'r qilaman. Ekran zapis qizyapti telefon do'stlar. Tezroq ana siljib ketishni boshladi o'zi. Boshqara olmay qoldim. Qimirlab ketadi mana shunday aybga buyurmaysizlar do'stlar. Xo'sh. Necha kishi serverda? 3 kishi shetda bo'lsa, 1 kishi. Xo'sh. Borz shetda, Shahriyor shetda. King RR mana 300 sopalik CLS kerak. Kelish kerak. Xo'sh, keldi ham adashmasam. Gruziya tashab qo'yibdi. Nega menga mute bergansiz? Bilmadim. Yozib qo'ying. To'g'risi adminlar bor chatda do'stlar, men mut bersam boshqa bir sababga mut bergan bo'lishi mumkin. Besabab mut bermayman do'stlar. Yoki adminlar bergan, bilmadim. Xo'sh, navbatdagi CLS qayerga qo'ydik? Xo'sh, graf sal qotishni boshladi o'zi. Sal pasaytiramiz grafikani. Ancha qotyapti. Dahshat qotib qoldi oradan. Rul. Bat ustiga chiqib ketdimi? Rulni bera olasizmi deb qo'yadi-ku. Ishonmaysizmi menga? Ishonaman. Bat nima bo'lib ketdi hozir? Sal totib oldim. Mana orqasidan qo'yib qo'yaramiz. Uncha u brat sekin kelyapti desam, zadniy приводda haydab kelayotgan. RVDmi? Bat. Chap rul burilmayapti do'stlar, to'g'risi. Qayerga o'tib ketdim? O'zimnikini orqasiga qo'ya qolaman. Parkovkaga taq qo'ramizda shap tushamiz. Xo'sh. Men ham normalniy CLS ekan. Tormozlari qizil, oppornik, kolodka qizil.
Kolodkami nima? Qisqichi. Xo'sh. Migalkalari bor ekan oldida. Atak qop qora gibosfat silis ekan. Meniki qorani sal yaltirog'i, ochroq qora ya'ni. Xo'sh, normalniy mashina ekan. Endi nima qilamiz do'stlar? Xo'sh. Bitta preview uchun rasm tushamiz. Rasmga tushamiz. Turinglar. Oldinga. Oldin xalq bol. Oldinga. Xo'sh, kirgan mana shu obunachilardan eng yaxshisi mana hozir yaxshisini aytaman. Murat mana endi to'g'ri tushadi hozir. Murat mana ikkita mana shunday trek bo'ldi. Xo'sh. Bu bo'ldi, tushundim, Shahriyor tushundim. Personaj qimirlayapti. Ya'ni joyida tura olmayapti. Bildi o'zi. Xabar bo'lgan. Bunaqa holat ko'pchilikda bo'ladi. Personaj ya'ni shu odam to'xtamay qoladi. Bo'ldi, rasmni oldim do'stlar. Xo'sh, endi nima qilamiz? Eng yaxshi obunachilar mashinalarning eng yaxshisi bitta deyarli hammasiniki yashil. Mana u yaxshi, mana u hozir mana uni kolxoz deb ham bo'lmaydi, chunki ranglar oddiy yashil emasda, bunday yaxshilab kattartirib qarasanglar qandaydir bir hozir ekran zapisda endi bilinadimi, bilinmaydimi bilmayman, ochroq bir g'alati yashilda ham diskalar ham ancha yarashgan do'stlar. Normal CLS bu ham prosta bayroqda aytmasa. Xo'sh, mana bu 222 ham menimcha xrommi? Xromga o'xshayapti lekin. Yo'q, xrom emas ekan u. Xrom emas adashmasam. Yo'q, xrom emas bo'lsa yaltirardi. AMG 777. Lekin o'tirgan bu 223 ham. Yo'q, shart emas. Xo'sh, bulardan hammasiga rahmat do'stlar. Mana bu mana King RR, Shahriyor, Bors PPM, o'shalarga kattakon rahmat do'stlar. Videoga qatnashib berdi. Aktiv bo'lmaydi. Aktiv bo'lgan uchun endi priz beramiz videodan keyin Telegram kanalda. Xo'sh, bulardan deyarli hech qaysisi uncha kolxoz emas. Bularga yana bir bor katta rahmat, ancha kirib qatnashib berganlari uchun. Xo'sh, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar ham qatnashmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalga o'tinglar do'stlar. Mana shunaqa qilib uchrashib, to'rtta suhbat qilib gaplashamiz do'stlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.